Olayorjan'dan da qo'shiq eshitamiz. Olayorjan keling. Kel. O'sha retro qo'shiqlardan davom etkizib ketaverasiz endi. Marhamat, sizlarga yoqimli ishtaha tilaymiz. Sog' bo'linglar. Akalarimiz so'ragan qo'shiqlarni aytib beramiz. Qo'ldan kelgancha Ladies fon beraverasizlar. Qarshimda maqtab oshim yeganlar, ortimdan pichog'in urmasa bo'ldi. Mayli bizdan tomsin sizdek shoqollar, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Sal chiyillashlarni bir nima qilmasangiz akalarim mazza qilmaydi-da. Iltimos. Deydilar it xurar, o'tadi karvon. Shu karvon yo'lida qolmasa bo'ldi. Yiqilay, qoqilay, mayli shu zamon, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha bolasi hech qolmas ko'chada. Shoqol galasi quvlasa har kechada, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Ko'zlarin o'ynatgan ming xil sanamlar, o'zicha farishta qoshi qalamlar, yo'qlamay qolganda qilmas alamlar, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Ovozlarga Alloh nazaridan qolmaydi-ya. Erigit omadin berguvchi Alloh, yomonlar makridan asrasin Alloh. Akalarim omadin bergin inshaalloh, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. O'sha reka chiqqan joyida bir kun yorug', bir kun qaro tunlarim, tonglari otmas uzun tunlarim. Joy namoz ustida yig'lab so'radim, Alloh nazaridan qolmasam bo'ldi. Yigitni noni doim ko'chada, ko'cha erkagi hech qolmas ko'chada. Shoqol galasi quvlasa har kechada, Tangrim nazaridan qolmasam bo'ldi. Hamma birgalikda Ko'cha bolasi chilmas ko'chada. bir kun yorug', bir kun qaro tunlarim, tonglari otmas uzun tunlarim. Joy namoz ustida yig'lab so'radim,
Allah nazaridan qolmasak bo'ldi. Ana rahmat. Qanaqasini aytib beraylik ekan?